Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 2-mart va haftaning birinchi kuni dushanba. Bizda bugun kutilayotgan iqtisodiy yangiliklar bilan tanishamiz. Bugun videoning nomini ham shunday nomlasa bo'ladi, PMI kuni deb. Chunki haqiqatan ham Yevrozonada ham, Buyuk Britaniyada ham va AQShda ham PMI ma'lumotlari e'lon qilinishi kerak. Bu PMIlar albatta S&P Global tomonidan e'lon qilinadi. Bundan tashqari AQShdagi esa ISM PMI hisoblanadi. Bu barchasi ishlab chiqarish sektori bo'lganligi uchun unchalik ahamiyatga ega emasroq, to'g'ri, xizmat ko'rsatish sektoriga nisbatan ayni AQShniki, chunki AQShning 70% iqtisodiyoti nimadan? Ayni xizmat ko'rsatish sektoridan tashkil etganligi uchun bu yerda PMI ni qaranglar, AQShda ikkita PMI ni ko'rishingiz mumkin. Mana bundan 15 daqiqa oldin ham S&P Global'niki va asl original ISM tomonidan e'lon qilinadi AQShniki. Bu esa AQShning haqiqiy PMI hisoblanadi. Ishlab chiqarish sektoridagi holat qanday? Chunki biz AQShning VVPsini shutdown tufayli 4-chorakni birinchi baholashida 1.4% ga tushib ketganligini guvohi bo'ldik. Bu esa hozir dollarga bo'lgan qiziqishni oshirishi yoki albatta yana tushirishi mumkin. Mana shu PMI ma'lumoti bugun e'tiborimiz markazida. Bundan tashqari Yaponiyadagi ishsizlik darajasi qanday? Bu O'zbekiston vaqti bo'yicha soat 4dan 30 daqiqa o'tgan, ya'ni ertalab sahar vaqtiga to'g'ri kelyapti. Bular esa O'zbekiston vaqtini hisoblash uchun O'zbekiston vaqti +5 GMT bo'lganligi uchun mana shu 5 soatni qo'ysak, vaqtni to'g'rilab olsak bo'ladi. Hamma o'zini GMT-sidan часовой poyas deymizmi, mana shundan kelib chiqib to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Demak, ketdik, grafikka qaraymiz. Nima bo'lyapti? Aslida dollar ko'tarilishi kerak, chunki PPI yuqori chiqqan, yuqori inflyatsiya xavf-xotirlari mavjud. Dollar ko'tarilishga majbur aslida, lekin o'rtoqlar, texnik tahlil jihatdan qaraylik. Hozir mana bu yerda mana bu holat va bu yerda bozor to'g'ri, bozor noto'g'ri ochilgan bugun, gap bo'lib ketdi va Yaqin Sharqdagi mojarolar tufayli men ularga to'xtalish niyatim yo'q, chunki hamma joyda yetarli darajada yangiliklar. Biz tradermiz va traderlar o'ziga kerakligini topadi. Shuning uchun o'zingizlar o'qib olgansizlar deb o'ylayman. Dollar indeksi hozir ko'tarilib, mana bu likvidni yechib bersa yechdi, yechmasa o'rtoqlar pastga pozitsiya qaraymiz. Lekin hozircha o'rtoqlar biz mana buni yechish ehtimolligini yuqori deb baholayapmiz va mana bu magnit zonamiz ham tortsa, dollar indeksi yuqoriga yorib o'tib, bu yerda hozir breaker block bo'lganligini guvohi bo'lishimiz kerak. Bu yerda ham albatta va undan keyin o'rtoqlar biz sweep bo'lib ketishligini menimcha guvohi bo'lamiz. Ya'ni past tomonga qaytadi. Chunki dollar bir tomondan xavfsiz valyuta sifatida mustahkamlanishi mumkin, bir tomondan yo'q. Xavfsiz valyuta sifati maqomini yo'qotishni boshlaganligini bilamiz. Dollar mana shu Donald Trampni olib borayotgan savdo siyosatlari hammasi hozir noaniqlik yaratyapti, lekin iqtisodiy ko'rsatkichlar hozircha yaxshi. Ko'pchilik hozir bugungi PMI ma'lumotlari bo'yicha biroz zaiflashuvini kutyapti. ISM tomonidan e'lon qilingan PMI ni biroz zaiflashsa, bu albatta dollarni pasayishiga olib kelishi kerak. Lekin bu yangiliklar o'sha oldindan e'lon qilib bo'lingan, mana shu prognozlarga nisbatan albatta bozor ehtimoli bilan o'sha baholab bo'lingan. Hozir 52.6 dan 51.7 ga tushishligi salkam 0.1% tushishligi bizni hozir e'tiborimiz markazida 0.9% pasayish bo'lyapti taxminim bo'yicha va bu hozir bizani dollarimizni pasaytirib yuborish kerak aslida. Lekin mana shu patronni ko'rsak, mana shu modelni ko'rsak, biz keyin pastga pozitsiya qaraymiz. Hozircha o'rtoqlar biroz yuqoriga qarashni mantiqan to'g'ri deb bilaman. Keyin pastga qarasa bo'ladi. Yevro dollar masalasiga to'xtalamizmi? Yevropa markaziy bankida hozir mehnat haqini o'sishidan kelib chiqib, ular inflyatsiyani yana oshib ketishi mumkin deb kutishyapti. Kutilmagan oldinga olib chiqishyapti, chunki inflyatsiya tushib ketganligini ko'rdik va Core CPI 2.2 ga обычный biz biladigan inflyatsiya 1.7%, bu juda ham past va bu nimaga olib keladi? Bu Kristin Lagardning nutqi bo'yicha yevroni zaiflashtirish kerak edi, lekin u ham nima deyapti? U hech qanaqa oldindan belgilangan foiz stavkalarini trayektoriyasiga majburiyat yo'q deb qayd etyapti va bu o'z aslida yevro dollar tushuvligida biroz pastga, undan keyin katta ehtimol bilan yuqoriga pozitsiya qarasak bo'ladi. Chunki dollar kalkulyatsiyasini inobatga olishimiz kerak. Dollar bugun zaiflashuv fonida. Dollar kuchayishga haqqi yo'q aslida. Shuning uchun men hozircha pastga, keyin tepaga baribir imkon qarayman deb baholayapman. Texnik tahlildan qarasak, mana shu holatlarni bizga bozor ko'rsatib beradi. Fond dollar bo'yicha ham mart oyidagi asosida, ya'ni martga yetib keldik. Mart oyidagi yig'ilishda albatta foiz stavkalarini o'zgartiradi, tushiradi deb baholanyapti. Shuning uchun bu albatta outsider. Undan tashqari yana biroz keyin yuqoriga pozitsiya qarasa bo'ladi. Neft nima bo'lyapti o'rtoqlar? Qo'rqmasdan hamma bozor ishtirokchilari neftni yuqoriga pozitsiyasini ma'qul ko'raveradi. Bu yerda bitta narsa neftni pastga tortib berdi, o'zi tepada ketish kerak edi. OPEC+ qazib olish yana ham sezilarli darajada oshirishi imkoni ko'rib chiqyapti, kuniga 411 ming barrelgacha. Bu Bloomberg ma'lumoti, lekin boshqa ma'lumotlarda 200 nechidir ming barrel
mo'ljal qilingan. Bloombergning aytishi bo'yicha, Bloomberg ham albatta havodan olmaydi gaplarni. 411 ming barrel bu juda ham ko'p. Endi nafaqat Ormuz bo'g'ozi o'rtoqlar yoki Hormuz deyiladimi? Ormuz ko'p holatlar shunaqa o'qiyapman. Demak, hozir bu yerda Seus kanalida ham Babel Manbeb bo'g'ozi orqali o'tadigan reyslar ham to'xtaganligi bu neft bo'yicha albatta yuqoriga ko'tarilishi kerak narxlari degan signalni beradi bizga. Trampning gapi bo'yicha nima deyapti? Tramp neft narxlari va Ormuz bo'g'ozi xavotirlari haqida to'xtalganida, "Men hech narsadan xavotirlanmayman, men shunchaki to'g'ri ish qilyapman" dedi. "Men hech narsadan xavotirlanmayapman, hammasi yaxshi ketyapti" dedi. To'g'ri, ko'pchilikni jahlidan chiqargan bo'lishi mumkin bu bayonotlar, hozirgi aytib bergani. Neft esa ko'tarilishi kerak. Dollar Yaponiya yenasichi o'rtoqlar. Yaponiya yenasi masalasi bo'yicha Yaponiya Markaziy bank boshqaruv o'rinbosari Himino dushanba kuni, ya'ni ertalabdan u Yaponiya Markaziy bankining siyosati biroz yumshoqroq qilayotganligini, lekin foiz stavkani asta-sekin oshirish orqali neytral paysaga siljish kerakligini ma'lum qildi. Ya'ni, bu qilish kerak bo'lgan narsa deb qo'ydi-da, qisqa qilib aytganda, lekin aslida foiz stavkani ko'tarish signali bizda qattiq bayonot hisoblanadi va bu selga tortish kerak. Lekin tortmadi-ku. Nima uchun? Chunki gaplarni qaranglar-da. Foiz stavkani asta-sekin oshirish orqali yana neytral paysaga siljish kerakligini ma'lum qilyapti, deyapti-da. Hop. Hozir uni gapi bo'yicha qisqa qilib aytadigan bo'lsam, hammasi o'sha o'tgan safar foiz stavkani ko'targanlik iqtisodiyotga ta'siri cheklangan, o'sha iqtisodiyotga ta'sir qilmaydi u. Hozir yana iqtisodiyot juda ham sovib ham ketmagan, qizib ham ketmagan. Hozirgi holat bo'yicha foiz stavkani oshirish ehtimolligi bor, lekin gaplaricha bir noaniqda, mantiqan bilmayman nima deyapti u yoki tarjima noto'g'ri kelganmi bizning qo'limizga. Yaponiyada ko'plab odamlar hozirgi iqtisodiyotni ayniqsa kuchli deb ishonmaydi. Kuchli deb ishonmasa balo bormi foiz stavkani ko'tarib degan signal keladi, lekin bu yerda foiz stavkani ko'tarish kerak degan signal beryapti. Men bilmadim buni nima xohlaydi. Yapon yenasini o'rtoqlar mana shu yuqori ketishni xohlamaydi. Dollar Yapon yenasida bay ketishni xohlamaydi, qisqa qilib aytganda ular. Chunki Yaponiya valyutasi qadrsizlanib ketadi. Intervensiyada bu ham o'rtoqlar qisqa qilib aytganda verbalniy, ya'ni og'zaki deylik, sodda qilib aytganda og'zaki bozorda valyuta kurslariga ta'sir qilishni harakatini boshlayapti-da. Mana shunaqa holat. Bu tortish kerak edi, lekin torta olmaydi, yuqoriga davayt o'rtoqlar. Tillachi, albatta o'rtoqlar, tilla kuchli impuls va yuqoriga kuchli impuls yana bo'ladi. Agar davomiy bo'lsa, yana bo'ladi. Dollar Kanada dollari. Bu yerda o'rtoqlar men noaniqlikda qolib ketdim. Bu selga imkoniyat berishi ham mumkin. Nima uchun? Chunki neft o'rtoqlar, neft Kanada neftiga talab ortadimi? Ha. Ketdik pastgami? Neft narxi ko'tarilgandan keyin dollarga nisbatan Kanada dollari mustahkamlanadi. Chunki Kanada bu neft bilan bog'liq. Pastga qaraymiz. Timbolli Kanada hozir AQShni soliqlardan katta miqdorda hozir mazza qilyapti, ozod bo'ldi desa ham bo'ladi. Oliy sudning qaroridan keyin Avstraliya dollari va dollar masalasi. O'rtoqlar, bu yerda dollar mustahkamlanganligi uchun pastga va o'rtoqlar sekin katta ehtimol bilan keyin zonalarimizdan yuqoriga qarasak bo'ladi. Zonalarga kelganda biroz ehtiyotkor bo'lib turamiz. Bozor zonani mensimay o'tib ketadigan bo'lsa, albatta ana shu bozorning yo'nalishi bo'yicha pozitsiya qaraymiz. Bo'lmasa zonadan откат olsa, o'sha откат olgan tomoniga qarasak bo'ladi. Dollar Shvetsar franki ham pastga qarasa ham bo'ladi. Nima uchun? Xavfsiz Gavan. To'g'rimi o'rtoqlar? Kim nima degan fikrda? Undan tashqari darsliklarda oxirgi darslikning videosi prosmotr juda ham zo'r bo'libdi. Barchaga rahmat, tashakkur o'rtoqlar bu uchun. Va bugun o'rtoqlar men sizlar bilan stream qilmoqchi edim va nimani gapirishni bilmayman streamda. Shuning uchun menda bozorda noaniqlik. Kelinglar mana shu iqtisodiy yangiliklar bo'lsin, undan keyin streamlarni yana tiklaymiz. Chunki YouTube sahifamizni ochdik. Sizlar bilan streamlarimiz bor edi dushanba kuni. Bu bizga kerak, qachonki bozorda yaxshi yangiliklar, iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'lsa va sizlarga yetkazib berib, ichidan tahlil qilib tushuntirsam. Darsliklarni kuzatib boringlar o'rtoqlar. Hammasi bepul, shaffof chiqyapti va albatta bu darsliklar menimcha ko'pchilik foydali bo'lishi kerak va bo'ladi. Har xil kurslarda sotilayotgan, ko'rsatilayotgan strategiya hammasini ipdan ignasigacha o'rganib chiqamiz. Butun forex nimaligini. Shuning uchun menimcha tarqatishga arziydi. Barchaga rahmat. Market Central Asia YouTube, Instagram, Telegram kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Undan tashqari o'rtoqlar Instagram kanallarimizda hushyor bo'lib turinglar, chunki yaqinda yana biz har xil konkurslar o'tkazishimiz mumkin. Ana shu konkursning ishtirokchisiga aylansangiz $100 gift kart yutib olishingiz mumkin. Bu sizda savdolaringizda albatta yordam beradi.
MetaTrader 5 ESN hisobda savdo qilish, $100 boshqarish, xuddi birov bergandek savdo qilish bu yomon emas o'rtoqlar. Shuning uchun kimga mana shu narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Instagramda aktiv bo'lib turinglar. Yaqinda o'tkazgan konkursimizdan 5 ta inson yutib olishdi va mana shu konkursni biz o'ylashimiz bo'yicha demak 2 haftada bir marta bo'lsa, demak 1 oyda 2 marta mo'ljal qilinyapti. Agar mana shu tasdiqlansa, tez orada konkurslar yo'lga qo'yiladi. Balki mana shu haftani o'zida bu kech mumkin. Shuning uchun Instagramga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Barchaga rahmat. Kuninglar xayrli bo'lsin o'rtoqlar. Salomat bo'linglar.